Napoli 21 yoshli xorvatiyalikni sotib oldi. Napoli Zagrebning Dinamo klubidan 21 yoshli Marko Rogni sotib olganini tasdiqladi. Xorvatiyalik yosh iqtidor sohibi neapoliklar bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Transfer narxi esa hozircha ommaga oshkor qilingani yo'q. Xabarlarga ko'ra, xorvatiyalik futbolchining transfer bahosi 14 million yevroni tashkil qilishi mumkin. Ushbu mavsum Rok Dinamo safida 12 uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 5 ta gol kiritgan. Shuningdek, Marko hozirgacha Xorvatiya terma jamoasi safida 4 uchrashuvni o'tkazgan. Kasilyasning terma jamoaga taklif etilmagani norozilik uyg'otdi. Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Sergio Ramos sobiq jamoadoshi hozirda Porto darvozaboni Iker Kasilyasning terma jamoa yig'iniga chaqirilmaganidan norozi bo'lmoqda. Shunday futbolchi terma jamoaga chaqirilmagani hammani ajablantirmoqda. U bizning birinchi raqamli sardorimiz. Terma safiga kelib, u yerda Kasilyasni ko'rmaslik g'alati tuyulmoqda. Ammo murabbiy qarorini hurmat qilish kerak. Jamoada keskin o'zgarishlar davri boshlanmoqda. Kasilyas bilan tez-tez suhbatlashib turamiz. U mening yaqin do'stim, deydi Ramos. Eslatib o'tamiz, Ispaniya terma jamoasi 1-sentyabr kuni Belgiya bilan o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi va 5-sentyabrda Jahon chempionati 2018 saralash doirasida Liechtenstein bilan o'ynaydi.